Xizalakmisan bolam? Nimaga? Tavba, kiyib naskingni qaraginda. Mana shu imminni ochiq turgan joying bor-ku, mana bu yer. Meridian tochka bu uretrani, prostata bezlarini tochkasi, keyin mana bu yerda siydik tufagini tochkasi bor. Meridian tochka bo'yicha ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, o'sha joyini ochib yurdimi, shu yerdan kirib kelgan sovuqni hech qachon bartaraf qila olmaydi. Sen o'zing xalqqa xizmat qilish uchun qara. Mashina bormi, telefon bormi, qimmatroq ko'ngliga qaraysan, qimmatroq olasan, lekin arzon sotishga harakat qilsin. Necha yillarni hali xalqqa xizmat qilishing kerak-da. Sog'lig'ingni oyog'ingdan asrab olam. Oyoqdan kirib keladi hamma sog'lik. Giylarning naskisi xafa bo'lma, bir umr aytganman, yana aytaman. Kim nima desa desin, negativ yog'dirib tashlaydimi, qo'yaman desang agar, menga farqi yo'q, giylarda naskisi. Naski paypoq oshiqni yopish kerak. Ana o'shanda sog'liqqa zarar bo'lmaydi, foyda bo'ladi. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, shunaqangi kalta paypoq kiyadigan aka-ukalar, bu paypoqni kimlar kiyishini juda ham yaxshi bilib oldinglar. Bu videoga bitta like bosib, kommentda o'z fikringizni qoldirib, shunaqangi kalta paypoq kiyadigan do'stlaringizga bu videoda yuborib qo'yamiz.